Ana shu nosni chekkandan keyin miyaga har xil bizneslar kelaverar ekanda. Shu yaqinda xudo xolasa yangi yil kelyapti. 2026. Shu bu qor ham yog'mayapti. Borib turib Rossiyadan bir 5-6 ta furada qor olib kelaymikin bosib, chiroyli qilib. Har bir shaharga bir furadan tarqatsa, normalniy soqa bo'ladi-da. Nima deysizlar? Shu biznesni yo'lga qo'yamikin. Hozir dekabrda yo'lga chiqsa, boringki bir ag'ba bo'lib bir 20-dekabrga kirib kelaman O'zbekistonga. Kelishda har bir oblastga bir furada, 12 ta furada olib kelsam, chutki soqa bo'ladi-da. Nima deysizlar? Bir fikrlaringni qoldiringlar-chi, bir maslahat beringlar-chi.